4 marta ot minib 3 marta yiqilganman. Hosil rahimon ot minganni ko'rdinglarmi? Otga shunday o'tiruvdi, otam tizzasiga o'tirdi mana shunday qilib. Nimjonroq ot ekan. Qo'lida qamchini ushlab olgan. Martlarning maydoni bu dunyo, arishga, kayvoni bu dunyo. Akavullahni tashladi. Al jigit davroning bu dunyo, charsiga urib ketdi mana shunaqadan. 50 yildan beri uloq chopadigan 50 ta erkak yetamayapti orqasidan. Hosilab oldiga tushib olgan aynaqalardan chas. Shagarak. Ay 5-6 tasi otdan ham tushib olgan, yetilib olgan, takadak. Otdan oldin ketib tezroq bo'lay. Otni ham zo'r minar ekanda. Otni lekin enasini ko'rsatib uryapti-da otni. Bas qamchi bas, hat chaptiri yigitga xos, ey yigit boshing ko'tar, yashagin yigitga xos, chat. Su otam ketyapti mana shunday terlab ketgan meshalab. Bas qamchi bas, hat chaptiri yigitga xos, ey yigit boshing ko'tar, yashagin yigitga xos, chat. Musa otam gapiryapti, bos, qamchi bos. Hosila, o'zingni bos. Ot minishni bilmasang, qiynamagin, iltimos. Bechara ot kilib tugagandan keyin tili osilib qolgan bu ishda. Bel mashina emish otda. Otni mana shunaqa yurgan ko'rganmisizlar? Qaydan ham kilibga tushdim. O'zi belimdagi rejam bor edi-yu. Resorda oldiga kelibdi. Aka, resor sizmisiz? Mana shu ozgina o'tiray, belim chiqib ketdi aka. Voy. Qaytib kilibga tushmayman aka. Michael Jackson tirilib kelsa ham tushmayman. Disk reja bor-da menda. Odam indirish mumkin emas u. Bir tanilay debman-da, tanish ham oson emas ekan-a. Belim. Ana kelayotgan hosilami? Mani so'rasa yo'q deng, puli ham kerak emas. Men ketdim.